Do'stlar, qadrdonlar, eni 14 metr, uzunligi 26,5 metr. Ya'ni yaqin 4 kvadratga tushgan imoratimiz. Bitta baho beringlar. Balandligi, endi balandligini bilmaymiz, lekin 2 etaj. Polni g'ish holatdan, shkatulka holatdan chiqqan eng asosiy joylari qolgan. Ya'ni eshik romlar hamda pardoz ishlari qolgan. Mana shu imoratimizga nech pul ketdi, qanaqa bo'lyapti desalaring, biz aniq summasini bilmaymiz. Sababi biz hozir mana bu imoratimiz emas, mana bunday tunikafon qiladigan ishlarni, ya'ni usta akalarimiz ishini yoritib bergan kelganmiz. Lekin mana shu imoratimizga qiziqib turgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bittadan like bosinglar, yaxshi niyat qilib, menga ham nasib qilsin deylar, kelajakdagi imoratlaring albatta mana shunday chiroyli, fayzli xonadon bo'ladi. Qadrdonlar, biz hozir bitta pastga tushib olamiz. Qaranglar, hurmatli qadrdonlar, ham lesasi, ham reykasi, ham shurupi, xullas hamma narsasi o'zlaridan. Faqat uyda egasi oziq-ovqat qilib beradi, masofasi uzoq bo'ladigan bo'lsa, yotishga joy qilib beradi, bo'ldi. Uyda egasiga ortiqcha reyk olib bering, shurup olib bering degan narsa bo'lmaydi. Bunaqa ustalarni qayerdan topishlari mumkin? Faqat mana Ahmadulla aka, assalomu alaykum. Ahmadulla akamning komandasini topishlari mumkin. Bugun zakaz qilsa, qanchada yetib borasiz sizga endi? Siraz boramiz. Ya'ni brigadalaringiz ko'p, ishchilar ko'p. Shuning uchun birinchi o'rinda shu borib dogovor qilib olish asosiysi. Kelishib olgandan keyin ishni katta kichikligiga qarab bir hafta 3-4 kunda tushamiz. Ya bo'lishi mumkin emas. Haligi ochiritga qo'yib 15-20 kun zakalat olib va unaqa narsa bo'lmaydi. Yo'q, zakalat qachon olinadi? Materiallar kelib, ustalar tushgandan keyin zakalat olinadi. Ya bo'lishi mumkin emas. Qarang aka, hozir bunimizni listi yupqalismi, qalinlismi qayerdan bilsak bo'ladi? Xo'p, tunikani o'ziga ham yozib qo'yadi. Zavod tarafidan orqasiga. Hozir ish jarayonlari ketyapti, 100% bitgani yo'q. Shuning uchun mana listi o'zini orqasiga yozib qo'yadi, zavod o'zi yozib chiqaradi qalinligini, o'zi ushlasa ham biladi qalin yupqaligini. Imенно shu obyektimizga 04 tunikadan ishlatyapmiz. 04lik. Mana shunaqa MD fasonda chiroyli qilib bitkizib beryapti. Qarang aka, bu rangi o'chmasligiga, zanglamasligiga qancha yildir kafolat bor-a? Zavodning o'zi tunikaga 10 yil kafolat beradi. 10 yil garantiyasi bor. Biz plus servisimiz bilan 15 yil mana shu qanday o'rnatib ketgan bo'lsak, shunday turishga garantiya beramiz. Misol qarang, 3 yil yoki 4 yildan o'tdi. O'sha chang bo'ldi, boshqa bo'ldi. Buni yuvsa bo'ladimi? Ha, yuvsa bo'ladi. Zanglab ketmaydi. Yo'q, zanglamaydi, xudo xolasa zanglamaydi. Bitta narsaga ahamiyat beramiz. Mana buni joydan ko'rsataylik. Buni mana bu joyi haqiqatan zanglamasligi mumkin, lekin mana bu kesgan joylari ehtimoli bor-da, shuning uchun aytyapmiz. Keskanda ham stanovlarda kesamiz, bolgarkada kesmaymiz. Bolgarkada kessa любой tunika zanglaydi. Lekin stanovlarda kesilganiga akkuratni kesiladi, xudo xolasa bu zanglamaydi. Orqasi gruntovka, bu ham zangdan saqlagani, tepasi ham gruntovka rang beriladi, bu ham zangdan saqlagani, xudo xolasa. Hozirgi kunda xohlagan turdagi, xohlagan fasondagilarni qilib beraverasiz. Ya'ni zakaz qilgan uyda egasini zakaziga qarab, katalogimiz bor, ko'rsatamiz qilgan ishlarimizdan yokida o'zi qayerdadir qanaqadir fasonni yoqtirib shuni qilib ber desa, shuni ham qilib beramiz. Rasmini ko'rsatsa, qayerdadir rasm olgan bo'lsa, mana shundan desa qilib beradi. Keyin hozirgi kunda juda moda bo'ldi. Turnishi alkafon usul, akafon holatda beryapti, lekin tunikafondan qilinyapti. Hozir tunikafonlarda ham ustalar alkafon qilib chiqarib yuboryapti. Haqiqatan misol hovliga bitta kelgan odam bitta ko'rganda tunikafon deb o'ylamayapti, alkafon deb o'ylayapti. Shunaqalar ham qo'lingizdan kelaveradi. Aha, unaqa ishlarimiz ham ko'p. O'sha alkafonni stilida. Alkafonni stilida birga bir xudo xolasa chiroyli bo'lib chiqyapti. Zo'r. Bunimiz qanaqa fason deyiladi endi ustaga? MDF fason. MDF fason deyiladi. Bu yerga qilgan ishlarimiz shu tunikafondan tashqari tarnov, turba hamda mana shunaqa kosmoslarni ham qo'yib berganmiz. Tarnovlarni bitga ahamiyat beramiz. Bu haligi dekoratsiya uchun chiqarilgan tarnovga o'xshab turibdi. Haligi ortiqcha bachkana joyi yo'q, alohida chiqmagan. Mana shu ahamiyat beradigan bo'lsak, haqiqatan ham bu dekoratsiya uchun chiqarilgan tarnov. Umuman nima deydi? Uyda vidini, chiroyini buzgani yo'q. Zo'r turib. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy professional ustalarni ishlasalaring, mana shunaqa o'zlari yangilik yaratib qo'yib berib ketadi. Agar boshqa misol usta bo'lganda mana shu ikkita tarnov tushirishi mumkin edi, boshqa vaziyat bo'lishi mumkin edi. Gap bo'lishi mumkin emas. Keyin qarang, mana shu tepa tomonimizga
jalyuziga o'xshab nima deyiladi bular? Jaluzi deymiz biz ham, ustalar ham jaluzi deydi. Bu ham tunikadan qilganmiz. Tunikadan qilingan. Shu kvadratning ichiga kirib ketadi bu ham. Ha, qarang. Hozir bu havo aylanadimi buni ichida? Ha, albatta, oralari ochiq. Stigi bor demak. Oralarida ochig'i bu bir yarim santimetr. Tashqariga bilinmaydi, Tashqariga bilinmaydi. Ha, lekin havo ochiq, havo aylanadi. Ya'ni mana shu tepa tomonimizga qanaqa tom deyiladi mana bu? Hozir tunikadan qilingan tom. Tunika tom. Buni o'zi havo aylanishini ham ta'minlab berishimiz kerak-da. Lekin oddiy shipirga qaraganda bu ozgina murakkabroq. Shuning uchun bir xil joylarda butkul yopib qo'ygan. Ha. Chirib ketgan taxtalari. Shuning uchun haqiqatan havo aylanishini ta'minlash kerak. Xo'sh, mana shu joyimiz necha kvadrat bo'ldi endi ustaga? Xo'p, ichkari shapka, tashqari shapka, darvozaxonalar bilan, Qazirovlar, ha? qazirovlar hamma yo'g'i bilan hozircha 400 kvadratga yaqin ketdi. Yana qilinadigan ishlari bor, yana 5-10 kvadrat qo'shiladi. Ha, hali ish 100% bitgani yo'q. 100% bitmadi, ish jarayonidamiz. Mana shu tarno deymiz, ya'ni slep ham deyiladi. Bular alohida narxmi endi yoki bu ichida bo'lib ketyapti? Yo'q, bu alohida narx, tarnovi alohida narx, turbasi alohida narx. Tushunarli. Qarang, ustaga, hozir biz mana shu joyimiz qayerda bitta eslataylik? Qo'qondamiz. Qo'qonda adashmasam Buvayda. Ha, Buvayda, Dang'araga yaqin Buvayda. Dang'arada. Dang'ara tumani. Tushunarli. Ustaga, sizning manzilingiz Asakada. Andijon Asaka tumani. Endi bitta savol. Bizni ko'rib turgan odamlar vodiydan, vohadan bo'lishi mumkin. Vohalarga ham borib xizmat ko'rsatib Vohada ishlarimiz ko'p. Vohalargacha xizmat qilyapmiz. Buxorogacha borib ishlar qilib kelyapmiz. Qarang, hozir bu joyimiz 1 kvadrat mana shu holat necha puldan bityapti endi? 04 tunuka qalinlikdagi tunuka bo'lgani uchun Hammasi o'zingizdan. hamma yo'g'i ichida bitish holati 140 ming so'm bo'lyapti. 0.35 ni vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan qilyapmiz. Tushunarli. Endi vohalarga necha pul bo'lib qoladi? Obunachilarimiz bilsin. Yo'l kirani hisobiga oz-moz qo'shiladi. Unda ham katta summa bo'lmaydi. Aytaylik, maksimalni 150 minggacha bo'lishi mumkin. Tushunarli. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Faqat ovqat oziq, yotishga joy bo'ldi. Yotoq joy obed bersa bo'ldi. Mana shu lesalaringiz ham o'zingizdan olib borasiz. Ha, o'zimdan kelgan bular ham. Gap bo'lishi mumkin emas. A'lo darajada. Uyda egasi gugurt cho'piga ham pul sarflamaydi. Patologiyani bitkazib ketamiz. Kvadratiga pul beradi bo'ldi. Mashalloh, zo'r. Xohlagan tur, xohlagan stil, xohlagan fasol qilib beradi. Qizig'i yo'q, tunuka fonda nima qilinishi mumkin bo'lsa qilib beramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Eng asosiysi 10 yil rangi o'chmaslik, ko'chmaslik kafolat. Zavod tarafidan 10 yil kafolat garantiyasi bor, zanglamasligiga, tunukaga. Biz 15 yil garantiya beraveramiz, servisi bilan birgalikda albatta, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Endi bitta narsa qolib ketdi, qarang. Mana shu kosmos degan narsalarimiz. Buni katta kichikligi bor. Bular hozir 140 ming so'mning ichida shunda. Yo'q, bu отдельный summa. Bu yerga mana bu yerda alohidasi turibdi. Ha, endi o'rnatamiz buni. 1 million 600 ming so'mdan boshlanadi minimalniy summasi. Bu yog'i ketaveradi katta kichikligiga qarab. Katta kichikligiga qarab. Mana. Buni xullas o'zlaring olib kelib o'rnatsalaring alohida qo'shilib qoladi. Razmerini aytasizlar. Xohlasalaring oysimon, xohlasalaring avalniy, yumaloq. Buni ham 4 burchaksa ham bo'laveradi. Tushunarli. Shu razmerlarni aytiladi. Narxi shunchalik xohlasa, masalan bizga fason yoki rasmini ko'rsatsa, shu turdan olib kelib o'rnatib beramiz. Keyin yana bitta savol, hozir xayolimga kelib qoldi, qarang. Mana shu tunuka fon qilmasdan oldin sizga elektrik qanaqadir ishlarni bitirib berishga ham yo o'zi qilib ketaverasizmi ichida? Biz svetlarini, lampalarni yoki mana shu kosmoslariga sim tashlab ketib qolsa, sim tashlab ketsa, o'zimiz ulab ustonaga qilib berilaveradi. Agar tashlanmagan bo'lsa, masalan, umuman elektr toki yoki kabel kelmagan bo'lsa, o'zingiz bitta ishda bitirib berasizmi? Ha, bitta ishda. U ham endi alohida 3-4 so'm qo'shilib qolishi mumkin. Kelishiladi. Elektrik ishida, misol elektrik ishini qilaverasizmi demoqchiman-da. Qo'ldan kelaveradi, ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, qadrdolar, vodiy bilan voha bo'lami, O'zbekiston 12 ta viloyat bo'lami, akamizga bemalol aloqaga chiqasizlar. 724. Qo'ng'iroq qilish nomerlaringizni bitta aytaylik. 88lik 822 50 91lik 061 9077. Mana shu ikkalasi ham Telegram bor. Ikkalasida ham Telegram bor. WhatsApp ham bor. Musofirda akalarimizga. Bittada Telegram yoki WhatsAppdan chiqadigan bo'lsa, rasmlarni tashlab beraverasiz. Rasmlarni tashlab beramiz. Keyin mana shu hozir ancha qulay bo'lib qoldi. Qo'ng'iroq qilib, narx-navoni so'rab, kimgadir aytgandan ko'ra,
usta menga fasollarni tashlab yuboring desa, siz ham tashlayapsiz, ular tanlab tashlayapti. Ancha qulay. Shunaqa. Hamma ma'lumot beradigan bo'lsangiz, Galasoyda berasiz ma'lumotni, u qoladi. Ertaga nimadir esdan chiqqan bo'lsa, ma'lumotni o'qisa yana esga kelaveradi. 50% klientimiz o'zi shunaqa, chetdan turib zakaz qiladi, borib o'lchab, примерно расходini aytamiz, kelishib qolsak, ishini boshlaveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh razı olsun. Nechta brigadangiz bor? Hozir данный moment 10 ta brigada ishlayapti, ishda. Lekin shu 15 taga yaqin brigadamiz bor. Bu degani kutib qolmaydi. Kutmaydi, Xudo xolasa. Kutsa ham bir hafta 10 kun uzoq kutadi. Ortiqcha kutmaydi. Yo'q, ortiqcha bir oy, kutmaydi. 2 oy. Yo'q, unaqasi yo'q. Ishingizda havas qildimmi, lekin ochirtingiz ko'paygan degan narsa bo'lmaydi. O'chirtam bo'lib qolgan paytlari bo'ladi. Endi haligi sirazi borib tushib beramaymiz-ku, lekin sezon payti unaqa o'chirt holatlari ham bo'ladi. Qarang endi oxirgi gapimiz, bizni obunachilarga Ustolos kanalidan ko'rdim deganlarga bir otangga rahmat deydigan bonus skidka qilib bering aka. Skidka qilib beramiz, Xudo xolasa. Endi mana aytib keting-da. Masalan 100 kvadrat chiqqan joyga necha kvadrat o'tib berasiz? 100 kvadratiga 1 kvadrat tushib beramiz-da. Endi joyda uyda egasiga rozi qilamiz. Qo'lingizni olib qo'ydim mana. Do'stlar, qardoqlar 2 kvadrat o'tib beradi, ya'ni bu degani ham 280 ming so'm, 300 ming so'm atrofida o'tib beradi. Hammada. Undan ham ko'p tushib bergan joylarimiz bor aka, Xudo xolasa. Sharoitga qarab, Sharoitga qarab, ustalarga qarashiga qarab va abidlarga muomalaga qarab, abidga ochiqib, chanqoq bosganiga va flash kompot shunaqalar ochib beradigan mana, Pepsi Cola ochib beradigan bo'lsa, akamiz yana tushib beraveradi. Xullas do'stlar, qadrdonlar aloqaga chiqarasiz. Ustolos kanalidan ko'rib chiqyapsizlar, sizlarga yanada bonus skidkalar qilib beradi. Videolarga bittadan like bosinglar. Imorat chala do'stingizga bu videoni yuborib qo'yinglar, chunki bu videomiz foydali, manfaatli ma'lumot bo'lishi mumkin va bitta narsaga ahamiyat beramiz. Mana shu imoratimizni proyektiga bitta ahamiyat beringlar. Men o'zim ham qiziqdim, kelajakda shunaqa imorat qilaman dedim. Mana shu imorat kimga yoqib turgan bo'lsa, bittadan chin ko'ngillar like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga menga ham nasib qilsin deylar. Sababi bu hozir chala yarim holatda shunaqa turibdi. Agar ertaga bitta degan bo'lsa, juda ham chiroyli, bejirim bo'ladi. Ilohim mana shu xonadon pul sarflab qilyap turgan uyni egasiga nasib qilsin. Yaxshi kunlarni, to'ylarini o'tkazsin. Yurtimiz doim tinch bo'lsin, osmonimiz so'f bo'lsin. Bittadan like bosib obuna bo'linglar.